Hurmatli qandli diabet kasalligiga chalingan erkaklar, hozirgi videoni sizlarga jiddiy murojaat bilan boshlamoqchiman. Oranglarda ereksiya bilan bog'liq muammoga duch kelgan yoki endigina qandli diabet aniqlangan bemorlar bor. Bugungi videoda aynan mana shu qandli diabet kasalligida ereksiya bilan bog'liq qanday muammolar kuzatiladi va sizdagi bu nozik a'zoyingizdagi katta muammolarni duch kelmasligi uchun qanday tavsiyalarga amal qilishingiz kerakligi haqida gaplashamiz. Bu videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Qandli diabeti bor erkak kishimisiz, iloji boricha videoni oxirigacha kuzatib turing. Sizlar uchun albatta qandaydir ma'noda kerakli ma'lumot chiqib qolishi mumkin. Agar sizda qandli diabet kasalligi mavjud bo'lsa, bu videoni oxirigacha kuzatib turing. Sababi sizga kerakli har bitta punkt, ya'ni har qanday og'irlik darajasi uchun alohida ma'lumotlar berib o'taman. Ko'rmasangiz kelajakda afsus qilishingiz aniq. Sababi mana oldimga keladigan 5000 dan ortiq ereksiya bilan bog'liq muammosi bor insonlarda aynan mana shu narsaga e'tibor bermagan og'ir darajada kelganlari har doim afsus qilgan. Hozirgi videoda bu muammoni 4 ta kategoriyaga bo'lamiz. Birinchi kategoriyamiz bu yaqindagina, shu yaqin vaqtlarda qandli diabet aniqlangan erkaklar, ya'ni hali ereksiya bilan bog'liq muammo kuzatilmagan. Bularga kerak beradigan tavsiyamiz bor. Ikkinchisi bu qandli diabet natijasida уже ereksiya pasayishni boshlaganini sezyapti. Ya'ni sal sustlik holati bor yoki qanaqadir darajada xohishlar u darajada emas. Bunday darajada yengil darajadagi bemorlar. Uchinchisi bo'lsa o'rta daraja. Уже qandli diabet natijasida jiddiy muammolar kelib chiqishni boshlagan. Aloqada amallab yurib, aloqa qoladigan insonlarni kiritamiz. To'rtinchisiga esa bo'ldi. Umuman bu tema уже bo'lmagan, yillab ayolni ko'rmagan, ereksiya umuman bo'lmaydigan, ishlamaydigan bemorlar. Demak, birinchisi bu yaqin vaqtlarda qandli diabet aniqlangan, hali ereksiya bilan bog'liq muammo kuzatilmayotgan bemorlar. Hurmatli erkaklar, bunday holatda siz o'zingizning xotirjamlikka erishmang. Bu ma'lumotlarni biz berayotgan bo'lsak, keyingi bosqichlarga o'tib ketmasligingiz uchun beramiz. Birinchi navbatda sog'lom turmush tarzi, chekish, ichish va boshqa turdagi zararli odatlar, oziq-ovqatlarni sifatsizligidan saqlaning. Eng asosiysi qandli diabetda qand miqdorini, qondagi qand miqdorini doimo me'yorida ushlang. Oziq-ovqatga bo'lgan nafsni jilovlashni o'rganing. Chunki agarda qand miqdori oshsa, glikirlangan gemoglobin degan ko'rsatkich bor. Qonda qandni qanchalik o'tirishi. Bu sizning nozik a'zoyingizdagi nozik to'qimalaringizni zudlik bilan ishdan chiqarib tashlaydi. Shuning uchun bu narsalarni ko'tarmaslik uchun doimiy dieta parhezlarni joy-joyiga qo'yishingiz kerak. Iloji boricha sifatli ovqatlanishga harakat qiling. Meva, sabzavotlar ratsionda bo'lishi kerak. Shirinliklarni umuman yiroqlashing. Iloji bo'lsa, tarkibida uglevod mavjud bo'lgan barcha moddalarni ratsioningizdan umuman chiqarib tashlang. Ana shu sizning kelajagingiz uchun eng to'g'ri qadam bo'ladi. Sababi ertadan keyin mana bu ishlamay, aloqa bo'lmay, xotinga gap o'tmay qolgandan ko'ra, hozirdan mana shu nafsni jilovlagan to'g'riroq. Yana bir eng muhim amal qilishingiz kerak bo'lgan qoida bu sport. Iloji boricha aktiv hayotda yashang. Bo'ldi, sizga boshqa narsa kerak emas. Mana shu aytilgan narsalarga amal qiling. Doimiy ravishda o'zingizdagi holatni monitoring qilib boring, analizlaringizda va agarda zarracha bo'lsa ham qanaqadir kamchilik sezdingizmi, albatta endokrinolog hamda androlog shifokorga murojaat qiling. Ikkinchi kategoriya bemorlar, ya'ni qandli diabetdan aziyat chekadi, уже shikoyatlar boshlangan. Ereksiya sal sifati pasayib borayotganlar. Bunday bemorlarni biz yengil kategoriyaga kiritamiz. Bu holatlar uchun albatta tekshiruvlar kerak. Har qanday og'ir darajada bo'ladimi, yengil darajada bo'ladimi, bitta unikal tekshiruv usuli bor. Bu jinsiy a'zoni farmakodoplerografiya degan tekshiruv. Jinsiy a'zoga ukol qilinadi. Turg'izgan holatda va yotgan holatda o'zida qon aylanishi, qon tomirlarining holati, to'qimani holati, kaverna bo'shlig'i degan tushunchalar bor. Bularning hammasini baholash. Mana shu bizga aniq ko'rsatkichlarni belgilab beradi. Bundan tashqari, qondagi qand miqdorini nazorati, monitoringga bog'liq bo'lgan tekshiruvlar. Ana shu tekshiruvlardan siz o'tishingiz kerak va bu tekshiruvlarni
kerak bo'lsa har 6 oyda nazorat qilib borish kerak. Endi uy sharoitida qanday narsalarga, ya'ni qanday ko'rsatkichlarga amal qilish kerak? Biz sanab o'tgan, yuqorida sanab o'tgan yengil holat, ya'ni qandli diabet endi boshlangan, lekin hali ereksiya bilan bog'liq muammoga duch kelmayotgan insonlar uchun bergan tavsiyamizga siz ham amal qilasiz. Bundan tashqari siz uchun doktor tomonidan tavsiyalar beriladi. Tabiiy dori vositalari bor, ya'ni biologik aktiv qo'shimchalar. Kerakli antioksidant komplekslarni o'z ratsioningizga qo'shishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta shifokor tomonidan tavsiya etiladi. Bundan tashqari, agarda ereksiya jarayonidan qoniqish hosil bo'lmayotgan bo'lsa, siz faqatgina butun dunyoda hozirgi kunda yengil darajasi uchun tavsiya etilgan dori vositalari bor maxsus. Viagra va shunga o'xshash, siz uchun tushunarli bo'lishi uchun sildenafil, tadalafil va shunga o'xshash guruhga kiruvchi dorilardan aloqa vaqtida foydalanib turishingiz mumkin. Bu dunyoning standarti. Endi yana bir siz uchun yangiligim bor. Hozirgi kunda yuqori texnologik rivojlanish meditsina sohasida bo'layotganligi natijasida PRP terapiya amalga oshirish siz uchun unikal yana bitta yechim hisoblanadi. Bu nima? O'zingizning qoningiz olinadi, tarkibidagi trombotsitar massa deyiladi biz tilda. Kerakli qismi bor. Shuni ajratib maxsus shpritsga olinadi va jinsiy a'zoga как ukol sifatida yuboriladi. Bu narsa siz uchun regeneratsiya, ya'ni yoshartirish, jinsiy a'zodagi holat, to'qimalarning holatini yoshartirib beradi. Albatta zo'r yechim. Keyingi kategoriyamiz qandli diabet bor, ereksiya уже yomon holatga kelib qolgan. Ya'ni bir amallab harakat bilan aloqa qilib yuribsiz. Bunday holatda sizga albatta foydalanadigan o'sha turg'izuvchi aptekada sotadigan dori vositalari ma'lum darajada qo'l kelishi mumkin. Lekin meni qabulimga keladigan bunday muammoli bemorlarning ko'pchiligi aynan mana shu dorilar ularda yurak qon tomiri bilan bog'liq bo'lgan muammolar, kimdadir bosim ko'tarilib ketishi, kimdadir bosh og'rig'i, kimdadir ko'ngil aynishi, kimdadir bosh aylanishi, yana kimdadir nafas olishga qiyinchilik bo'ladigan nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqarganligi uchun foydalanishdan bosh tortadi. Buni natijasida ular uchun keyingi yechim qoladi. Ya'ni o'sha hozirgi yuqoridagi kategoriyada ta'kidlaganimdek PRP terapiya. Maxsus yoshartiruvchi aynan kerakli trombotsitar suyuqlikni olib jinsiy a'zoga yuborish. Bu turli xil darajada har xil holatda kuzatilishi mumkin. Mana 3 ta seansda bo'ladi. Har 10 kunda bir marta olinadi. Tajribadagi bunday ishlarimizning natijalariga qaytadigan bo'lsak, bularda aksariyatida samarali effekt beryapti. Ya'ni mana shu kategoriyada ham natijalarimiz yaxshi. Bemorlarda ereksiyani tarangligi yaxshi, bemalol xotirjam ereksiya bilan aloqa qilish imkonini beryapti. Xo'p, keyingi kategoriya bo'ldi. Qandli diabet bor, ancha vaqt e'tibor qaratmagan, уже bu umuman yo'q. Ereksiya yo'q, yillardan beri aloqa qilib ko'rmagan. Va bu narsani umidini uzib qo'ygan bemorlar. Sizlar uchun hali umid bor. Ya'ni siz 18 yoshli yigitdan-da ko'ra kuchliroq jinsiy aloqa qilish salohiyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Hozirgi kunda oxirgi texnologik operatsiyalar, ya'ni jinsiy olatga qo'yiladigan implantlar yordamida. Tajribamiz davomida hozirgi kungacha 500 ga yaqin bemorga jinsiy a'zoga implant qo'ydik. Bularni eng ahamiyat beradigan joyi 70 va undan ortiq protsenti qandli diabetdan aziyat chekayotgan bemorlar. Ko'ryapsizlarmi? Sizlardagi qandli diabetni oxiri nimaga olib kelyapti? Va bunday holatda implant eng unikal yechim. 100% ereksiyani ta'minlab bera oladi. Shuning uchun hozirgi 3 va 4 kategoriya uchun oxirgi yechim sifatida implantni keltirishimiz mumkin. Implantlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Bir komponentli, 3 komponentli. Bir komponentli implantlarni hozir animatsiya tarzida ko'rsatamiz sizlarga. Maxsus silikon yoki turli xil darajadagi metal materiallardan tashkil topgan konstruksiya bo'ladi. Bu o'zi mustaqil egilib, mexanik tarzda to'g'irlash imkonini beradi.
qo'l bilan boshqariladi. Implant operatsiyasi taxminan 40-50 minut atrofida davom etadi. Og'riqsiz, hech qanday boshqa qo'shimcha muammolarsiz bo'ladigan operatsiya jarayoni. Faqatgina bu operatsiyani o'tkazish uchun kerakli tekshiruvlar, ya'ni aynan aytib o'tgan farmakodoplerografiya tekshiruvini qilishlik joiz. Buni qo'ygandan keyin siz 1-1,5 oy kamida vaqt o'tgandan keyin o'sha bu muammongizga yakun yasaysiz. Har qanday darajadagi ereksiya bilan bog'liq muammolar yechiladi. Bemalol jinsiy aloqa qila olasiz. Eng qizig'i, xohlagan vaqtingiz va xohlaganingizcha. Mana shu konsepsiya bo'yicha ishlaydi. 3 komponentli implantlar. Bular yanada mukammalroq, bir komponentliga nisbatan tabiiyroq konstruksiyaga ega. 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi silindrlar, ikkinchisi rezervuar, suyuqlik turuvchi qism hamda uchinchisi bu manjet, knopka. Suyuqlikni gidravlik manfiy bosim harakati hisobiga ishlaydi. Ya'ni kerakli vaqtda siz knopkani bosasiz, ereksiya paydo bo'ladi, jinsiy a'zo turadi. Xohlaganingizcha aloqani qilasiz, bo'ldi. Aloqani nihoyasiga yetkazganingizdan keyin knopkani bosasiz, yana o'zi mustaqil avtomatik tarzda yotadi. Unikal yechim. Xulosa qilib aytganda, qandli diabetda ereksiyani sifatli ushlab yurish uchun har doim qondagi qand miqdorini me'yorida ushlab yurishimiz kerak. Ereksiyani monitoring qilishimiz kerak. O'zingizda bir marta bo'lsa ham jinsiy a'zoni ishlash holati haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak va o'sha sizda muammo kuzatilayotgan bo'lsa, unga yechim sifatida quyidagi sanab o'tganlardan birini o'z vaqtida yengilroq darajasida chiqib ketishga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, umuman jinsiy a'zo turmayotgan erkaklar uchun hozirgi oxirgi sanab o'tgan ma'lumotlarim qiziqarli bo'lishi mumkin. Buni siz to'liqroq ma'lumotini quyida raqamlar qoldiriladi, ana shular orqali bilib olsangiz bo'ladi.